Bu sindaktili o'zi nimasi bilan xavfli? Bu bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni pasayib borishida. Ya'ni bemorlarimiz, ya'ni ota-onalari bolalarini olib keladi, "Hey, o'rtoqlari, u anaqasida bog'chasida kulayotgan ekan ustidan. O'shanga olib keldim" deydi va bola o'ziga bo'lgan ishonchi so'nib boradi. Unda bola uje maktabga chiqayotgan yoki bog'chaga borayotgan mahali bo'ladi. Bolani sindaktiliya kasalligi bo'lgan bolalarda har doim 1 yoshida operatsiya qilishni boshlaymiz. 1 yoshdan u yog'iga ozgina chandiqlanish bo'lishi mumkin, ko'p harakatli bo'ladi bolalarda. Shuning uchun bolani tug'ilgan zahoti biza bilan ma'lumot almashib, ya'ni ko'rgimizga kelganinglar ma'qul. Agar farzandingizda yoki atrofingizda shunday bemorlar bo'ladigan bo'lsa, sindaktiliya bilan bizaga murojaat qilishinglar mumkin yoki direktdan yozinglar.